1908-yilda bir ayol ko'prikdan o'tayotib mashinasi buzilib qoladi va unga o'sha yerdagi haydovchilardan biri yordam beradi. U davrlarda mashinalarni o't oldirish uchun ularni oldidagi valni aylantirish kerak edi. Haydovchi uni aylantirayotganida qo'lidan chiqarib yuboradi va u jag'iga tegib, jag'ini sindirib oladi. Jarohati shu darajada og'ir ediki, bir necha daqiqalar o'tib u vafot etadi. Uning ismi Byron Carter edi va o'sha odam o'sha davrdagi mashinalar ishlab chiqaruvchi kompaniyaning boshlig'i edi va uning do'sti ham Cadillac kompaniyasida boshliq bo'lgan va do'stining o'limini ko'tara olmasdan u tarixdagi eng birinchi o'zini o't oldiruvchi mashinani yaratishga harakat qiladi va Cadillac Model 30 dunyoga keladi va shunaqa qilib bir odamning o'limi hozirgi davrdagi mashinalarning eng birinchi avlodini yaratilishiga sabab bo'ladi. Va mana shu narsa kapalak effekti deyiladi. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni bilib olish uchun meni kanalimga obuna bo'ling.